O'zbekiston terma jamoasi yorqin yulduzlaridan biri Abduqodir Husanovning nikoh marosimi haqida. Assalomu alaykum, sizda Shou yangiliklar kanali. Kanalga xush kelibsiz. Like bosish, kanalga obuna bo'lish va izohlarda fikringizni qoldirish esingizdan chiqmasin. Abduqodir Husanovning nikoh marosimi haqida. O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Manchester City futbolchisi Abduqodir Husanov 2025-yilning 28-may kuni nikoh to'yini o'tkazdi. To'y marosimida Toshkent shahrida bo'lib o'tdi va unga sport hamda san'at olamining ko'plab taniqli vakillari tashrif buyurdi. To'ydan bir kun avval 27-may kuni Toshkent Versial to'yxonasida nahor oshi tashkil etildi. O'zbek futboli vakillari, murabbiylar va yaqin do'stlar ishtirok etdi. Qiziq tomoni shundaki, Husanov to'y marosimidan ko'p o'tmay O'zbekiston terma jamoasi bilan Arab Amirliklariga yo'l oldi. Chunki jamoasi 2026-yil Jahon chempionati saralash bosqichining muhim uchrashuvi kutib turgan edi. Bundan avval 25-yil mart oyida futbolchining unashtiruv marosimi ham bo'lib o'tgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Marosim Toshkent viloyati tog'li hududlaridan birida o'tkazilgan. Kanalga like bosish, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizda Shou yangiliklar kanali.